namoyish etmoqchi bo'lgan video kerakligini aynan kerakli paytda shuni yordam beraverasizlar deydi. Chunki men buviman-da deyman. hozir namoyish etmoqchi bo'lgan video qahramoni ham buvisining erkatoyi. Keling tomosha qilsak. Полюбит к свету, к веночкам утренний растет цветок. Соловья без листочка, сок березовый глоток. 4,5 milliondan ortiq kishi ushbu videoni tomosha qilgan va Instagramda hozir sahifasi ham bor. Nonchi qiz deb nomlanadi. Yaqindan tanishamizmi? Albatta. Buvi va Nabira bilan Tanishamiz. keling ularni taklif etsak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Marhamat, keling. Keling. Qo'shiq bilan kirmaydilarmi endi? Bulasal nima ijro etamiz? Qadimgi ushoqdim. Oo. Nega uraydi navozimda? Nega uraydi navozimda? Hicron eyleding ketding voy voy ay. Nega uraydi navozimda? Nega uraydi navozimda? Hicron eyleding ketding voy voy ay. Rahmat. Qaragellar. Bunday qo'shiq ishlaman deb o'ylamaganmidingiz? Qaragellar. Ana ruschani davomini eshitamiz deb o'yladim. Necha yoshdasiz Gulasal? 12 yoshdaman. 12 yoshda. Ha? Qaragal, 12 yoshda bunaqangi tanlovlar qilish har kimga ham emas. Qadimgi ushoqja og'ir qo'shiqlar. Musiqa maktabida o'qiysizmi? Bu yil 16-maktabda 1-sinf bo'ldim musiqa maktabida. Qiziqishi bejiz emas. Ha, Sanobar opa? Otasi ham, onasi ham konservatoriya bitiruvchilari. Xonda bor ekan. Bekobod shahrida bulchka seximiz bor, kichkinagina. Oilamiz bilan bulchka pishiramiz. Shu 3-4 yil bo'ldi. Undan avval O'zbekiston metallurgik kombinatida laboratoriyasida laborantka bo'lib ishlaganman. Xo'jayinim ham shu O'zbekiston metallurgik kombinatida slesar bo'lib ishlaganlar. 3 o'g'il, bitta qizimiz bor. Vaqtida qiynalgan vaqtlarimizni non qilib sotganmiz. Uyda o'zim harakat qilganman bolalar bilan. Pensiyaga chiqqandan keyin katta o'g'lim Gulasoxon dadasi o'qituvchi. Oilaviy tadbirkorlik yo'lga qo'yish tashabbusi bilan chiqdi. Gulasoxon doim sexga kirib, bizga yordamlashib, orada ashulalar aytib, hammani ko'nglini ko'tarib, kayfiyatini ko'tarib ketadi. Maktabdan kelgandan keyin bochka sexda ish jarayoni bo'ladi. Sexga kirib, qarash jarayonida doim qo'shiq aytaman. Talon dadasidan, onasidan o'tgan deb o'ylayman. Ular ham konservatoriyani bitirishga Ko'proq maqomlarni aytishni xohlayman va eshitaman. Yana rus tilida ham qo'shiqlar aytaman. Kelajakda katta san'atkor bo'lmoqchiman. Baraka topsin. Bular sog' bo'lsin ilohim. Mana Otabekda ham qiziqish borligi uchun garchi oilasida san'atkorlar yo'q, lekin ayni paytda tahsil olyapti. Albatta. Ikkinchi bosqich talabasi. Ha, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat institutiga o'qib kelyapman. Ustozlarimiz Mansur Mangush ustoz, Rubobdan Shomurod Dadayev ustozlardan ta'lim olib kelmoqdamiz. Biz ham o'sha yerda tahsil olganmiz. O'sha siz aytayotgan ustozlar hammasi bizga ham dars o'tishgan. Yaxshi bilim olish kerak Albatta. hozir. Ha, talabalik davri shunaqa davrki, ustozlar haligi tom ma'noda, yaxshi ma'noda siqib suvini ichib olish kerak-da. Ularni aytayotgan gapini har bittasini egallab olishga harakat qilish kerak. Dasturimiz avvalida Gulchehra opa rubobni ko'rib, Menga yoqadi yoqadi dedingiz. Qanday kuy chalib berasiz hozir? Ustoz Og'abek Sobirovning Qo'ng'irog'i jarangdor degan qo'shiqlarni qo'ldan kelgancha aytib beramiz.